Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Toshkent Lord Center jamoasi mana O'zbekistonda Lordlar assotsiatsiyasining konferensiyasi, navbatdagi konferensiya tashrif buyurdik. Bugun Xudo xolasa o'zimizni doktorlarimiz ham o'zim Chaybek Shuhrat Rizkatovich aynan lord sohasida dolzarb muammolar haqida prezentatsiya bo'lib o'tadi. O'zimning ukam Chaybek Shuhrat Rizkatovich zamonaviy endoskopik timpanoplastika bo'yicha doklad o'qiydi. Amma esa xurrak, ya'ni kechki uyqudagi apnoe sindromini diagnostikasi va davolash haqida konferensiya doklad qilamiz. Inshaalloh bu konferensiyadan hammamiz kerakli ma'lumotlar olamiz, o'z maslahatlarini beramiz. Biz uchun manfaati degan umiddamiz. Bizdan kuzatishlar davom etadi. Operatsiya qilinsa, to'xtaydi xurrakda. Bu video mana tangimdan olib tashladik ikkala tomondan ham. Mana tochkalari keyin shilliq qavatini o'zini kesganda rahmat. Bugungi konferensiya juda yaxshi o'tdi. Konferensiyada yangi bilimlarni oldik. Xurrak to'g'risidagi molaplastika, faringoplastiklar haqida ma'lumot oldik. Konferensiyamiz o'zining xosiyatiga yetdi. Bu konferensiyada ko'p bilimlarga ega bo'ldik. Ustozimiz Shuhrat Rizkatovich xurrakni davolash bo'yicha leksiyalar ham juda ham zo'r o'tdi. Hamma uchun rahmat. Mana aziz yurtdoshlar, konferensiyamiz tugadi, dokladimizni qildik. Alhamdulillah qo'ldan kelgancha o'zimni bor ilmimni hamma tushuntirishga, ko'rsatishga harakat qildim. Hamkasblardan so'rasam, juda ham yaxshi o'tsa berishdi, zo'r tushuntirib berdi deyishdi. O'zim ham xursand bo'ldim. Alhamdulillah. Bu men tanlagan temam hozirgi kunda juda ham dolzarb muammo. Ham O'zbekistonda ham butun dunyoda. Chunki xurrak temasi, ya'ni xurrak otish o'z oddiy holat bo'lganligi bilan oddiy holat o'rganib qolganmiz, lekin jiddiy oqibatlar olib keladi. Buni tagida jiddiy ham katta narsalar yotadi. O'shaning uchun bu temani tanlaganmiz. Bu temani oxirigacha boramiz, xudo xolasa, yana izlashni davom etaveramiz. Sizlar yaqinlaringizda aynan xurrak bo'ladigan bo'lsa, tekshirishga borishingizni tavsiya beraman. Chunki vaqtida tekshirilmagandan keyin jiddiy oqibatlarning oldini olmagan bo'lasiz. Bizdan kuzatishga davom eting. O'zingizga ehtiyot qiling aziz do'stlar. Asosiy sog'liq qadriga yeting. Allohumma solli va sallim va barik